Assalomu alaykum. Bizni YouTube tarmog'ida kuzatib borayotgan qadrli obunachilar, hammalar sog'liq salomatmisizlar? Bugun qilgan montajlarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bugun qilgan montajlarimiz Farg'ona viloyati Yazovon tumani Xonobod mahalla fuqarolar yig'iniga 2 dona rom, 2 dona eshik, 2 dona fortishka olib kelib o'rnatib berdik. Xo'p, Zolotoy dub profildan bo'ldi. Avvalambor rasmiylarni tushuntirib o'taman, keyin narxlariga to'xtalib o'tamiz. Qadrli obunachilar, romimizga to'xtaydigan bo'lsak, romimizni enlari 30 cm, bo'ylari 70 cm, o'rtadan bitta ochilish qo'yib berganmiz. Nihoyatda go'zal va sifatli bo'lib bitdi. Eshiklariga to'xtaydigan bo'lsak, eshiklari 1.10 ga, bo'ylari 2.40 cm, tepasi framogali qilib, pastlarini alyumin arka fonlarini qo'yib berganmiz. Mana o'zlaringiz ko'rishingiz mumkin. Baquvvat bo'lib bitdi. Xudo xolasa, ruchkalarga e'tibor beringlar. Ruchkalari ham nihoyatda qo'lga udobniy bo'ladigan traf ruchkalarni qo'yib berganmiz. Profilimiz Redwin profilidan bo'lgan, akfaga 1 tushadigan Redwin profilidan bo'lgan. Buni o'zlaringiz ko'rishingiz mumkin. Taylariga akfa yozuvligini qo'yganmiz. Ataylab qo'yganmiz. Qolgan ayrim odamlar savol tug'ilganligi uchun 1 tushadi, kilogramm hamma yo'g'i bir xilda bo'lganligi uchun Redwin profilini tanlaganmiz hozirchalik. Xo'p, qadrli obunachilar, keyingi razmerlarimiz enlari 1.30, bo'ylari 1.70 cm, o'rtadan bitta ochilish qo'yib berganmiz romimizga ham. Keyingi eshigimiz razmerlari ham enlari 1.10, bo'ylari 2.40 cm, 2 qanotli qilib eshiklarni qo'yib berdik. Ochilib yopishlariga bitta e'tibor beringlar. Zamoga parod qildik-ku. Zamolarga e'tibor beringlar. Zamolar ham hamma yo'g'i mana o'zlaringiz ko'rishingiz mumkin. 5 tadan kaltlari bilan qirq zamolarni qo'yib berganmiz. Buni ham taylariga mana alyumin arka fonlarini qo'ydik. Ruchkalarni aytib o'tdim. Oynalari bir qavat diodli oynalarni qo'yib berganmiz. Romimizga ham, eshigimizga ham mana o'zlaringiz ko'rishingiz mumkin. Nihoyatda go'zal bo'lib chiqdi. Penalarga e'tibor beringlar. Penalari atido hamma yo'g'iga aylanasiga qo'yib chiqildi. Xo'p, tepalari ochiq qoldi. Tepalarini gipsokarton bilan o'rab olamiz deganligi uchun xonadon egalari tepalarini ochiq qoldirdik. Qadrli obunachilar, ichki tomondan ko'rsataman. Xo'p, ichki tomondan ko'rinishlari eshiklarimiz. Xo'p, romlarimiz taylariga patagoniylar qo'yib berdik. 35 li patagoniylar nihoyatda baquvvat bo'lib chiqdi. Delfin ruchkalari o'zlaringiz ko'rishingiz mumkin. Hop. Akfani o'zini logotiplari plus petlalarigacha akfani o'zini ozgina qorong'ulik qilyapti. Endi chirog'imiz yo'qligi sabablik mana iloji yo'q. Qadrli obunachilar, keyingi xonamizga chiqib ko'rsatamiz. Xo'p, keyingi xonamizga kirishda eshigi hamma yo'g'i bekami ko'z to'ralar tomonidan ochilib yopilyapti. Choklariga e'tibor beringlar. Choklari hamma yo'g'i chotki bo'lib bitgan. Ichki tomondan ko'rinishlari, buni ham taylariga 35 li patagoniylarni qo'yib berdik. Ochilib yopilishlari chotki bo'lgan. Obunachilar, xo'p, fortishkamizga to'xtaydigan bo'lsak, fortishkamiz o'zdan ko'rishlari mumkin. Fortishkamiz enlari 1.20 bo'lgan, bo'ylari 70 cm bo'lgan. Qadrli obunachilar, tashqari tomondan ko'rsatganman, qorong'ulik qilyapti. Mana fortishkalarimiz enlari 1.20, bo'ylari 70 cm, yodvi oyna bir qavat. Keyingisi ham xuddi shunday chiroyli bo'lib, buni ham penalari atto hamma yo'g'iga quyib chiqildi. Qadrli obunachilar, videoni iloji boricha uzmaslikka harakat qilyapmiz. Xo'p, Farg'ona viloyati Yazovon tumani Xonobod mahalla fuqarolar yig'iniga 2 dona rom, 2 dona eshik, 2 dona fortishka olib kelib o'rnatib berishimiz 7.500.000 so'mga olib kelib o'rnatib berdik. Kimga shunaqa sifatli eshik romlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat etaveringlar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar, like bosishni unutmanglar. Sizlar bilan har doimgidek Xonakfa bizni kuzatib olinglar. Bundanda qiziq videolar hali oldinda.